mashinamizni ham olib kelib boshlab olganmiz. Oldilarini berib qo'yganmiz. Inshaalloh mana hozir tayyorlayapmiz polностью. Bu mashinamizni o'chirib endi keldi endi mashinamizni. Bu mashina o'rniga egasi ikkita mashina olib kirgani uchun o'rni to'lib qolgan edi. Endi hozir o'chirib keldi. O'rni zazorlarni qo'yyapmiz mashinani. Inshaalloh. Bu mashinani tomdan pastga sepamiz. Tomdan pastini polностью. Inshaalloh mana ikki tomonini bo'ldik. Yernetkalarni qo'yib, aynalarni qo'yib, ishlarini terib. Endi qozon tomonini to'g'rilasak, bo'ldi xudo xolasa. Yernetkalarni qo'yib